Bugun erta tongdan men bilan bir ajoyib voqea bo'ldi. Va bu 3 soniyali voqea meni ko'plab narsalarga yanada chuqurroq, yanada tafakkurimni ochishimga katta sabab bo'ldi. Farzandimni bog'chaga qo'ydim-u, ko'zlarim bir go'zallikka tushib qoldi. Bu yoqdan quyosh, bu yoqdan shamol va uzum barglari. Shunaqangi chiroyli yoyilganki, men to'xtab, ularni tanam bilan, qo'llarim bilan tegib, ularga salom berib va shu bargni o'pgim keldi. Shu barglarga o'z iforimni, o'z qizil pomadamni qoldirgim keldi. Va men shu jarayonda ruhiyatim bilan sevishdim. Lekin orqamdan bir avtomashina kelib signal chaldi. Tez bo'l, qoch yo'limdan, qol degandik. Joy ber, yo'l ber degandik. Dorixonaga kirganimizda, qoplab dorilarni xarid qilganimizda navbatni kutamiz. Oziq-ovqat, korzinka, bozor to'lovni qilishimiz uchun navbatni kutamiz. Vaholanki dorilar bizni o'ziga asir qiladi, kuchsiz, mayin, zaif, yumshoq qiladi, uxlatadi. Ularga haq to'lashimiz uchun sabrlik bilan kutamiz. Bozor, oziq-ovqat, korzinka, magazinlar oshqozonimizni bo'kishiga, ortiqcha vaznga olib keladigan jarayonlarga biz sabrlik bilan kutamiz. Bir inson ruhiyati bilan sevishi uchun, bir ayol, bir ona shunchaki hamma narsani unutib, shu tabiat bilan birlashishi uchun, tabiat bilan uyg'onish uchun, tabiat bilan rohatlanib, zavqlanish uchun va tabiatga tashakkur, shukrona, shu go'zalliging bor ekanki, men hamma yumushlarimdan, hamma muammolarimdan, hattoki tomog'im og'rishini unutib, shu bilan sevishdim. Oz muddat. Va u mendan hech qanaqa badal so'ramadi. Va u mendan hech qanaqa to'lov, pul, mablag' so'ramadi. Даже u aytgani yo'q. Tabiat barik menga to'xta, menga e'tibor, muhabbat, iforingdan, mehringdan, lablaringdan nimadir qoldir degani yo'q. Men ongli ravishda ovoz gladiatori, katta ustoz, ko'plab insonlarni nutqini, tafakkurini ochilishiga bir sababchi bo'lgan bir inson o'zim xohladim, ichimdan o'zim xohlab shu ishni qilgim kelgan joyda nega atrofdagilar bizni shoshiltiradi? Nega atrofdagilar bizga xuddi tentaklardek, jinnilardek qaraydi? Nega ayrim insonlar garangmisan, nima qilyapsan, qol deydi, ichidan shu harakati bilan? Nega? Nega shunaqamiz, aytinglar? Nega shunaqamiz?